Odilbekjon bilan do'stlar, bu kishi bilan ijodiy muloqotlar bo'lib turadimi? Hamkorliklaringiz qanday? Albatta, yoshlikda birga ulg'ayib o'sgan do'stimiz. Mana sport musobaqalarida voleybol o'ynab tanishganmiz. Katta bo'lib mana birgalikda xalqqa xizmat qilib kelyapmiz. Odilbek hozirgi kunda shu maktabgacha ta'lim tashkilotida faoliyat olib kelmoqda. Tarbiyalanuvchilarga Navro'z shukuhida qanday qo'shiqlar o'rgatyapsiz? Navro'zga bag'ishlab bolajonlar uchun Navro'z, bahor haqida, sumalak haqida shular o'rgatib kelmoqdamiz. Ko'kda kuylar kamalak, qazallarda sumalak. Ko'kda kuylar kamalak, qazallarda sumalak. Hammaga yaxshi tilak, Navro'zingiz muborak. Hammaga yaxshi tilak, Navro'zingiz muborak. Muborak, muborak, Navro'zingiz muborak. Muborak, muborak, Navro'zingiz muborak. Navro'z tilaklari qanday kechyapti dilingizda? Navro'z tilaklari bahor fasli men uchun eng fasllarning ichida yaxshisi, yaxshi ko'raman. Bahor yasharish fasli, dalalarimiz ko'm-ko'k bo'ladi, daraxtlar, maysalar, masalan, yasharish, ilhomlanish fasli. Shuning uchun bahor faslini yaxshi ko'raman.